Hurmatli futbol ishqibozlari, hozirgina Yevropa Chempionlar Ligasini 8 dan 1 final bosqichiga qur'a tashlash marosimi bo'lib o'tdi. Ushbu marosimni televizor orqali o'zim ham kuzatib bordim. Eng nomdor jamoalarga eng nomdor raqiblar to'g'ri keldi. Ushbu bosqichgacha men o'ylaymanki, past jamoa yetib kelmagan, eng sara jamoalari, Yevropaning eng nomdor jamoalari yetib keldi desak, adashmagan bo'lamiz. Har doimgidek aytganda Real Madrid yomg'irdan qutulib do'lga tutildi. Endi biz nima deymiz? Realchilar ta'biri bilan aytganda, Barsa juda oson raqiblarga, juda oson guruhga tushib qoldi desak ham bo'laveradi. Men mana shu 3 yoshli o'g'lim Abduqodir Husanovga, Manchester Cityga muxlislik qiladi. Endi realchilar biz kimga muxlislik qilamiz? Manchester City'gami yoki Realgami? Fikrlaringizni izohlarga yozib ketinglar. Haqqoniy bo'lmadi bu qur'a tashlash marosimi. Haqqoniy bo'lmadi menimcha. Sog' bo'linglar.